bo'lgan sorun yo'q degandek hammaylar tomoqdan keyin uylariga qaytadi. Taksi bilan uyga qaytish yo'lida Liam ayoliga bugungi xizmat 100 turani imtihon jarayonini qo'yib berdi. Phil imtihon jarayonida ma'lum bir xodimning qog'ozga to'g'ri belgi urgan ko'rinishini bayqab, Liamning xizmatga erishish ehtimolligining yuqori ekanligini aytdi. Biroq o'ziga bo'lgan ishonchi ojiz, yomon tarafni bakrak o'ylaydigan Liam ayolning bu farzini rad qildi. Darvaqa Liam haqiqatan passiv energiya bilan to'lgan bir odam edi. Uyga qaytgan Philning tunji ishi bo'lsa, uyda qolgan bolasining xotir dansini yechib qaytib ko'rish edi. Ehtimol bola boquvchining bolaga nimalarni qilganligini bilmoqchi bo'lsa kerak. Liam o'ltirib ayoldan Jonasga oid ishlarni so'rashga boshlaydi. Philning mijozi noit ochiq va tuz bo'lib, u yo'lchining qaysi maqsadda o'zidan Jonasni so'rayotganligini osonda his qildi va aniqlik qilib Liamga o'zining to'ydan burungi bir mezgil Jonas bilan muhabbatlashganligini, biroq bu ishlarning allaqachon o'tmishga aylanganligini, Jonas bilan aralashgan bir oy mezgilida uning bo'lgan tuyg'ularining asarmi qolmaganligini aytdi. Bir oy Liam bu aniq qilib aytilgan vaqtga intoyin sezgir edi va darhol badandagi xotir dansini ishga silib, o'zining tunji qitim Phil bilan birlikda bo'lgan vaqtdagi aslimlarini qayta ko'rdi. Chunki o chaqda Phil uningga aniq qilib o'zining burungi muhabbati bilan faqat bir hafta aralashganligini aytgan edi. Endi bu xonda o vaqt qandoq bo'lib bir oyga o'zgarib qoldi. Bu qusurni bayqab qolgan Liam bag'onsir kirishib ayoldan o'tmishdagi ishlarni texim aniq aytib berishni so'raydi. Hatto bag'onsir kayfiyati buzilib, Phil bilan takalishib sat gap bilan ayolni haqorat qiladi. Shuning bilan asli bir ko'ngillik o'ltirishdan qaytib kelgan bu ayol bir-birisidan xapilishib qoladi. Ta'limimizga kayfiyati turaqlashgan Liam yotoq uyga qaytib keladi. O'zining gumonxo'rlik qilib to'g'ri qilmaganligi uchun ayoldan afv so'raydi. Biroq aytsa ayolning o'tmishdagi ishlarini kallasiga kirgizib olgan Liam xotir dansi bilan oqshomga o'ltirishning suratlarini qayta ko'rish boshlaydi va ayol bilan Jonasning yig'ilishdagi har bir chiroy ifodasini injiqlik bilan analiz qildi. Ayoliga bo'lgan gumon uni turli o'ylarga solatdi. Darvaqa o'tmishdagi barliq ko'rinishlarni qayta ko'rish jarayonida ayolning Jonas bilan birga o'tkazgan vaqtlarini ko'rib qoladi va buni Phil ko'zlab uni texmi qistaydi. Phil bo'lsa o'zining o'tmishda Jonas bilan 6 oy aralashganligini, biroq bu ishlarning allburun o'tmishga aylanganligini, hozir o'zining Liam bilan erxudun ekanligini, shunga ilgirki ishlarni bunda kirishib surishtirishning hech ahamiyati yo'qligini aytdi va ochiqlab Liamni tashlab chiqib ketdi. Liam bo'lsa bu asli qolgan suratlarni ko'rishni davomlashtirdi. Bu ishlardan kayfiyatini butunlay kontrolligidan chiqargan Liam mast holatda Jonasni izlab keladi. Ochiq va mastlikning turtkisida u Jonas bilan to'qnashib qoladi va uni bo'ysundirib, uning barliq ayolimga doir aslimlarning xotir danchangdan butunlay o'chirib besim qiladi va uning bu ko'rinishlarni haqiqatan pokiz o'chirib etganligini kafolat qilish uchun barliq mashg'ulotlarni televizorga ulab turib qilishni buyurdi. Ishlarni tugatgan Liam uyga qaytib keladi. Biroq qilgan ishlari uni yengiltish u yoqda tursin, texmi cho'nqur azob va gumonga sep qo'ygan edi. Yotoq uyga qaytib kelgan Liam bayon bo'lgan ishlarning jarayonini televizorga ulab ayoli Philga qo'yib berdi. O'ylamgan yerdan Jonas yuyayotgan ma'lum xotir suratlari Liam bilan Philning dal hozir o'ltirayotgan yotoq uydagi xotirlar edi. Bu ishdan o'zini butunlay yo'qotib qo'ygan Liam ayolni bu xotirlarni chiqarib ko'rsatishga zo'laydi. Yo'ldishining oldida xijillikdan yerga kirib ketaydigan ayoli Phil oxiri o'zini yo'qotib qo'ydi. Ularning er-ayollik munosabatini qarmoqqa oxirlash oldida turadi. Shuningdan boshlab Liam faqat xotirsidagi ayoli va bolasi bilan birlikda o'tkazgan shu minutlarni qayta ko'rish orqali o'tmishdagi baxtli kunlarni eslaydi. U bu kunlarning qayta kelmaydiganligini his qilgan edi. Natijada u oxiri bu xotir dansini tenidan so'kib elitishni qaror qiladi. Bu ko'p qismli Angliya film qora aynakdan e'longan hikoya bo'lib, fan texnikaning bizga nurg'un qulayliklarni yetib kelish bilan tang ba'zi ahvollarni paydo qilganligini maqsad qilgan. Biroq biz astoydil o'ylab baqsak, agar bu xotir dansi bo'lmagan bo'lsa, bu tragediya yuz bermasmidi? Filmda shundoq bir inchki nuqta bor. Liam va ayoli yig'ilishdan qaytib kelgandan keyin Phil bola boqquchining yo'lga